Umraning savobi qachondir hajning savobicha bo'lishi mumkinmi? Rasul akram alayhissalotu vassalomdan hadis vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytganlar: "Man i'tamara fi Ramazon ka'annahu hajja ma'iyya." Aw yani ta'dilu hajjatan. Mana shu mazmunda hadis keladi. Kim Ramazon oyida umra qilsa, u men bilan haj qilgandek bo'ladi deganlar. Nafaqat hajni o'zi, hajni oddiy haj, balki Nabiy alayhisolatu vassalom bilan haj qilgandek bo'ladi. Ikkinchi bir rivoyatga ko'ra, kim Ramazonda umra qilsa, Ramazonning umrasi hajga barobar keladi deganlar. Ana shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, demak Ramazondagi umra bu hajga to'g'ri keladi degan ma'noni ushbu hadis sharifdan olsak bo'ladi. Ammo mana shuning shartlari bormi yoki buni bir qaydi bormi degan savol bo'lsa, ulamolarimiz bu borada bir qancha fikrlar aytganlar. Mana shu haj, Ramazonning umrasi hajga to'g'ri kelish haqidagi hadisning vorid bo'lishida bir kishiga Rasul akram alayhissalatu vassalom haj qilmaysanmi biz bilan deganlarida, u kishi hajga borishga imkoniyati yo'q ekanini aytib uzr aytadi. Shunda uning ko'nglini ko'tarish ma'nosida va unga umid baxsh etish ma'nosida Rasul akram alayhissalom agar Ramazonda haj qilsang, men bilan haj qilgandek bo'lasan degan ma'nodagi hadis sharifni aytadilar. Shundan kelib chiqib deydi ulamolarimiz, Ramazondagi umra qachon hajning o'rniga o'tadi desa, qachonki hajga imkoniyati bo'lmasdan navbat yetmayotgandir, pul yetmayotgandir, yana boshqa jismoniy imkoniyatni demak javob bermayotgandir. Nima bo'lsa ham qaysidir sabab bilan hajga qasdi bor u imkoniyati yo'q, lekin imkoniyati umraga bo'lib turibdi. Mana bu odam agar Ramazonda umraga borsa hajning savobini oladi deb tushunsak bo'ladi deydilar birinchi guruh ulamolar. Bunda deydilar, niyati o'z qasdi bor bo'lgani uchun ham u hajning savobiga erishadi. Bormoqchi qasdi bor, lekin to'siq bor, monelik bor va umraga boryapti uni o'rniga. Mana shu odam ushbu hadisda aytilgandek hajning savobiga ega bo'ladi deydilar. Bu birinchi gap. Ikkinchi gap, Ramazonning fazilati e'tiboridan Ramazonda umraga borgan odam hajning savobini oladi. Bu Ramazonning sharofatidan degan ma'noda tushunsak bo'ladi deydilar. Va umuman olganda hadis sharifdagi ma'no umumiy. Uchinchi guruh ulamolar aytadilarki, hadis sharifning ma'nosi umumiy. Ramazonda umraga bordimi, inshaalloh u hajga keyin bormasligi, unga imkoniyat bor yo'qligidan qat'iy nazar hajning savobiga inshaalloh ega bo'ladi deydilar. Lekin har qaysi guruh ulamolarning so'zini olganimizda ham xulosa shuki, savob ma'nosida, aytaylik, fayz barakot ma'nosida hajning savobiga, barakasiga erishishi mumkin, lekin hajning bir yo'li o'rniga o'tib haj soqit bo'lmaydi. U qaysi oyda qanchalik ko'p umra qilmasin, baribir hajning o'rnini bosa olmaydi. Ammo savob va barakot, manfaat jihatdan Ramazondagi umra hajning savobiga, manfaatiga tenglashtirilishi hadis shariflarda sobit bo'lgan. Allohu a'lam.